Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yosh tilshunos kanalimizda bugungi mavzumiz sifat so'z turkumi. Sifatlar predmetning belgisini bildirib, qanday, qanaqa, qaysi so'roqlarga javob bo'ladi. Sifatning ma'no turlari 6 ta. Mazatam sifatlari rang tuz, xil xususiyat, makon zamon, hid bildiruvchi hamda hajm o'lchov sifatlariga bo'linadi. Mazatam sifatlari odatda og'zimizda yeb ko'rib, uni ta'mini bilish bilan o'lchanadigan sifatlar hisoblanadi. Shirin, achchiq, nordon, bular mazatamni bildiradigan. Rang tuz sifatlariga esa turli xil ranglar kiradi. Qizil, qora, sariq. Xil xususiyat sifatlariga bo'lsa, odamning xarakterlari hamda ko'rinishi jihatdan olinadigan sifatlarning belgilari kiradi. Yaxshi, yomon, aqlli, chiroyli, xushro'y degan sifatlar, bular xil xususiyat sifatlari hisoblanadi. Makon, zamon sifatlari bo'lsa, bu makonni hamda zamonni bildiradi. Ya'ni zamonni bildirishi kuzgi, qishki, ya'ni kuzgi kiyim, qishki kiyim bu zamonga moslangan hisoblanadi. Kuz aslida oq so'z turkumi hisoblanadi, lekin unga gi qo'shimchasi, ki qo'shimchasini qo'shishimiz natijasida u sifatga aylanib ketadi. Uy oq so'z turkumi hisoblanadi, lekin dagi qo'shimchasi asosida u sifat so'z turkumi hisoblanadi. Ya'ni uydagi, qayerdagi bu makonni bildiradi. Kuzgi, qishki esa zamonni bildiruvchi sifatlar hisoblanadi. Hid bildiruvchi sifatlar bo'lsa, bu o'zimiz burnimiz bilan hidlanadigan va o'sha tarzda biladigan belgi sifatlari, ya'ni badbo'y, ko'lansa, sassiq, mana shular hid bildiruvchi sifatlar hisoblanadi. Hajm o'lchov sifatlari esa hajmni belgisini bildiradi. Uzun, qisqa, baland, past, mana shular sifatning ma'no turlariga misol bo'la oladi. Sifatning darajalari. Sifat darajalari deb belgining me'yorida ekanligi yoki me'yoridan ortiq ekanligi yoki me'yoridan kamligini bildiruvchi darajalar, bular sifat darajalari deyiladi. Sifat darajalari 4 ta. Bular oddiy, orttirma, qiyosiy va ozaytirma darajalar. Oddiy darajada hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi. O'zi keladi yoki oldidan hech qanaqa so'z kelmaydi. Qizil, yaxshi, chiroyli. Bular oddiy daraja. Orttirma darajada oldidan juda, nihoyatda, g'oyatda, eng so'zlari yoki undosh tovushlarni aynan o'zini takrorlab kelish bu orttirma darajaga misol bo'ladi. Juda qizil, juda yaxshi, juda chiroyli, nihoyatda qizil, nihoyatda yaxshi, nihoyatda chiroyli yoki oppoq, ko'm-ko'k, qop-qora, bular orttirma darajani hosil qiladi. Qiyosiy darajada faqat roq qo'shimchasi bo'ladi. Qizilroq, yaxshiroq, chiroyliroq qo'shimchalari. Ozaytirma darajada esa sal, biroz, picha, xiyla so'zlari hamda mitir, imtir, ish qo'shimchalari qo'shilib keladi. Sal qizil, biroz yaxshi, picha qizil, xiyla qizil desam, bular ozaytirma daraja yoki ko'kimtir, qizg'ish so'zlarini etsam, bular ozaytirma darajani hosil qiladi. Yana bir marta eslatamiz, sifat darajalari belgini me'yorida ekanligi yoki me'yoridan ortiq ekanligi yoki me'yoridan kamligini bildiruvchi darajalardir. Sifatning tuzilishiga ko'ra turlari. Sifatning tuzilishiga ko'ra turlari 4 turga bo'linadi. Sodda, qo'shma, juft va takroriy sifatlar. Sodda sifatlar tub va yasama sifatlarga bo'linadi. Tub sifatlarda odatda hech qanaqa qo'shimcha bo'lmaydi. Sifatni o'zi keladi. Yaxshi, past, baland degan so'zlar. Sodda yasama bo'lsa, u so'rog'i o'zgaradi. Chiroy, ot, chiroy so'ziga li qo'shimchasini qo'shdim. Chiroyli, ya'ni otdan sifat yasaladi. Bu sodda yasama sifatlar deyiladi. Aql, ot, li qo'shimchasini qo'shishim natijasida sifat yasaldi. Ya'ni otdan sifat yasaldi. Bu sodda yasama sifatlar hisoblanadi. Endi qo'shma sifatlarda ikkita so'zning bir-biriga qo'shilishidan hosil bo'ladigan sifatlar, bular qo'shma sifatlar deyiladi. Mehnat, ot, sevar, fe'l. Ot plus fe'l. Mehnat sevar odam. Qanday odam? Ot va fe'lning qo'shilishi natijasida qo'shma sifatlar hosil bo'ldi. Sher, ot, yurak, ot. Ot va otning qo'shilishi natijasida sifat hosil bo'ldi. Sher, yurak.
qo'shma sifatlar qo'shib yoziladi va ikkita so'zning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Juft sifatlar bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan sifatlar juft sifatlar bo'ladi va o'rtasiga chiziqcha bilan ajratiladi. Yaxshi, yomon, past, baland, katta, kichik bular juft sifatlardir. Takroriy sifatlar aynan bitta sifatni o'zini takrorlab kelinishi bu takroriy sifatlarga misol bo'linadi. Yaxshi, yaxshi, uzun, uzun, baland, baland, buyuk, buyuk desam, bu takroriy sifatlarga misol bo'ladi. Sifatning tuzilishiga ko'ra turlari shulardan iborat. Sifatning otlashishi. Odatda sifatlar otlashib kelganda o'rtadagi ot so'z turkumi tushib qoladi-da, sifat otning to'rog'ini olib keladi. Mana shu sifatning otlashish hodisasi deyiladi. Yaxshilar ko'paysin. Kimlar ko'paysin? Ya'ni ot kim, nima, kimlar, nimalar to'rog'iga javob bo'lib keladi. Ya'ni bu yerda yaxshi odamlar degan so'z bor edi. Ya'ni ot tushib qoldi-da, buni to'rog'ini sifat oldi. Mana shu hodisa otlashish deyiladi. Yaxshilar ko'paysin, kimlar ko'paysin. Bu otlashish hodisasi. Yaxshi bilan yursang yetarsan murodga. Yaxshi odam bilan yursang desam, mana bu joydagi ot tushib qoladi-da, otni to'rog'ini sifat oladi. Kim bilan yursang bo'ladi. Demak, mana bu o'rtadagi ot so'z turkumining tushib qolishi sifatning otlashish hodisasi deyiladi. Baxilning yuzi qora, baxil odamning yuzi qora aslida. Ya'ni odam so'zi bu joyda ham tushib qolgan va buni to'rog'ini sifat olganda kimning yuzi deb savol beramiz. Demak, o'rtadagi ot so'z turkumi tushib qolib, uning to'rog'ini sifat olsa, bu sifatning otlashish hodisasi deyiladi. Sifatning sintaktik vazifasi, ya'ni sintaktik vazifasi bu gapdagi o'rni. Sifat gapda aniqlovchi, hol hamda kesim vazifasida kela oladi. Agarda u otga bog'lansa, ya'ni sifatdan keyin ot so'z turkumi kelsa, u aniqlovchi vazifasida. Fe'lga bog'lansa, sifatdan keyin fe'l kelsa, hol vazifasida. Sifat gapning oxirida kelsa esa kesim vazifasida keladi. Misollarni ko'rib chiqamiz. Yaxshi bola. Yaxshi sifat mana. Endi bola bu yerda ot. Sifat otga bog'lanib kelganligi uchun bu aniqlovchi vazifasida keldi. Yaxshi o'qidi. Yaxshi sifat, sifatdan keyin fe'l keldi. Sifat fe'lga bog'lanib kelganligi uchun qay holatda o'qidi deb savol beramiz-da, bu hol vazifasida kelgan bo'ladi. Yaxshi, bu ham sifat. Ya'ni u juda yaxshi. Yaxshi so'zi sifat gapni oxirida kelganligi uchun bu kesim hisoblanadi. Demak, sifat otga bog'landi, aniqlovchi vazifasida keldi. Sifat fe'lga bog'lanib keldi. Hol, sifat gapni oxirida keldi, kesim vazifasini bajardi. Sifatning sintaktik vazifasi mana shulardan iborat edi.